Laris ko'rsataman, xarakterlaringiz. Mana bu normada, bu sizniki ko'rdingiz. Quvvat energiyalaringiz. Bunday bosamiz. Полиция просвещения отдел. Bo'yin sohasida og'riq bor ekan, mana. Belda og'riq bor ekan. O'zgarish bor ekan. Diagnozlaringiz mana bu ko'klari oldingi diagnozlaringiz. Ko'klari oldingi diagnozlaringiz, pushtilari shu напряжение bilan ishlayapti. Mana qarang, surunga 12 marotchada yarangiz bo'lgan ekan. Oldin lekin hozir yaxshi. Mana gastroenterologiya. Shunga o'xshab ko'rib ketaverasiz. Hozir данный moment mana shular mana pushti rangli bor, напряжение bilan ishlayapti. Shular siz bezovta qilyapti pushti rangli. Hozir meridian tashxis qo'yiladi, psixologiya mana. Psixologiyangiz depressivniy состояние bo'lar ekan, nevroz, раздражительность, усталость bo'lar ekan mana. Mana sizga yoqadigan aromatlar. Mana bu aromatlar. Aromat feliya, aromat apelsinovый aromat, mana shular sizga yoqadigan aromatlar. Endi bu Xitoy meridianlari bo'yicha meridian tashxis qo'yapti sizga. Oshqozonda shu bitta joyda yallig'lanish bor. Mana bu yerda sidik qopchig'ida qarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta joyda. Sidik qopchig'ida mana shu 7 ta tochkada sizda hozir nima bo'lyapti? O'zgarish bor. Shamollash bor degani. Pochkada 2 ta mana shu nuqtalarda o'zgarish bor. Yo'llarda bitta-bittada mana o't qopchig'ida. Achchiq sho'r yemang, xo'p mana. Achchiq sho'r, kola, Pepsi, achchiq sho'r yesangiz mana shunda sho'rshli puzir o'zgaradi. O'z vaqtida ovqat yeyish kerak. O'z vaqtida ovqat yemasangiz ham o't qopchig'i to'lib ketadi. Noksimon katta bo'lib qoladi. Mana bu qaysi doktorlarga kirishingiz kerak siz? Psixolog, nevrolog, gastroenterolog, terapevt, osteopat, urolog, nefrolog. Mana shu doktorlarga kirishingiz kerak. Hozir lecheniasini ham olasiz mana. Ana sizga rekomendatsiyalar mana. Qora sedana yog'i, masla черный tuniya, rebejir, omega 3, nefro puchkalaringizga mana buyuribdi, ko'rdingiz? Puchkalaringizga, gastro, oshqozonlaringizga, immunitetingizga, yuragingizga mana shuni buyuribdi. Rebejir olib bo'lmaydimi shunda? Rebejir omega 3 da bo'ladi. Masalan, olishingiz kerak mana shu lecheniyani. Omega 3. Baliq yog'ida bo'ladi-da. Tak, endi puchkangizga yozib beringlar ko'proq. Intraxalin mana.